Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytadilar: Ramazon oyining avvaluhu rahma, avvalgi 10 kunligi rahmat, awsatuhu mag'firat, uning o'rtasi mag'firat 10 kunligi, oxiruhu itqun minan niron, oxiri esa do'zaxdan ozod bo'lish 10 kunligi. Mana shu 10 kunlikda turibmiz. Oxirgi 10 kunlik. Bugun inshaalloh bugungi kechqurun 22-kecha. Bugun 21-Ramazon bo'lsa, 21 tutayotgan ro'zamiz bo'lsa, bugunning kechquruni 22 inshaalloh tarovihiy kecha bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamdan so'radilar. Alloh taoloni fazli ila Rasululloh sollallohu alayhi va sallam hadisda aytdilar: sizlarni ulug' oy Ramazon oyi qarshilab olyapti. Unda ulug' bir kecha bor. U kecha Laylatul Qadr kechasi.